Başlayamizmi? Boshlaylik. Tana massa indeksini kamaytirmasdan turib, tizza bo'g'imini osteoartrozini davolash ko'p holatlarda yaxshi samara bermaydi. Sababi 1 kilogramm ortiqcha tana vazn kasallik xavfini 9-13% ga oshiradi. Bu holat ayniqsa ayollarda kuzatiladi. Assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun tizza bo'g'imini osteoartrozini dori-darmonsiz davolash usullari haqida gaplashamiz. Bizga ma'lumki, tizza bo'g'imini osteoartrozi, gonartroz, tizza bo'g'imida joylashgan suyaklarni, tog'ay to'qimasini degenerativ o'zgarishlar bilan kechadigan og'riq sindromlarini rivojlanib borishi bilan, bemorlarni hayot sifatini pasayishi bilan va nogironlikka erta olib kelishi bilan xarakterlanadigan patologik holat hisoblanadi. Bizga ma'lumki, avvallari aytib o'tganimizdek, akademik Mazurovning bergan ma'lumotlarga ko'ra, dunyo populyatsiyasini 13 va 42% mazkur patologiyadan aziyat chekadi va skelet sistemasini kasalliklarini ichida nogironlikka olib kelishi bo'yicha birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Ayollarda suyakning mo'rtlashishi, ya'ni osteoporoz erta muddatda boshlaganligi sababli bu kasalliklar erkaklarga nisbatan ayollarda 4-8 barobar ko'p uchraydi va kasallik erta muddatda boshlanadi. Bu kasallikda bo'g'imning hamma elementlari, ya'ni tog'ay, subxondral suyak, bo'g'im kapsulasi va bog'lam apparatlari zararlanishi bilan kechadi. Bo'g'im tog'ayi tolali karkasdan iborat bo'lib, tarkibida tog'ay hujayralari va kollagen 2-tip oqsili tutadi. Bizga ma'lumki, bo'g'im tog'ayi va karkasning orasida tog'ay va karkaslikni butunligini ta'minlab turadigan tog'ay hujayralari, xondroblast va xondrotsit hujayralar joylashgan. Bu hujayralar bo'g'imda kollagen 2-tip gialuron kislotalarini ishlab chiqarishini ta'minlaydi. Bo'g'imda ikkinchi eng muhim element bu bo'g'im sinovial suyuqligi hisoblanadi. Bo'g'im sinovial suyuqligi bu plazmaga yaqin bo'ladi va tarkibida gialuron kislotasi va xondritin borligi bilan plazmadan farq qiladi. Va bu gialuron kislotasi, xondritin bo'g'im tog'ayini tarkibidagi tog'ay hujayralarini oziqlantirish vazifasini bajaradi. Bizga ma'lumki, bo'g'im sinovial suyuqligi normada kuchsiz ishqoriy muhitda, ya'ni vodorod ko'rsatkichi 7,3-7,6 ni tashkil qiladi. Tizza bo'g'imini osteoartritida bu ko'rsatkich kislotali tomonga pasayadi va bo'g'im og'riq sindromini kuchayib borishiga sabab bo'ladi. Va bu sabab bo'lgan suyuqlikni bo'g'imning patologik suyuqligi deb ataladi. Ana nima uchun bo'g'imga ukol qilish mumkin emas deydi noto'g'ri talqinda. Shu patologik suv oqizma deydi. Bu patologik suvni olib tashlash kerak-da bo'g'imdan. Shuning uchun aytib o'tib ketishim kerak-da buni. Bo'g'im sinovial suyuqlikni quyidagi vazifalari mavjud. Bo'g'imni tarkibidagi o'lgan to'qimalarni qon tomirlar orqali chiqarish vazifasini bajaradi. Va bu sinovial suyuqlik yuqori qovushqoqlik va elastiklik xususiyatga ega bo'lib, tog'ay to'qimasini namlaydi va amortizatsion xususiyatini yaxshilaydi. Va bu sinovial suyuqlikni tarkibida aytib o'tganimizdek gialuron kislotasi va proteoglikanlar borligi tufayli tog'ay to'qimalarini oziqlantiradi va bu tufayli tog'ay plastinkasidagi karkas saqlab qolinadi. Va sinovial suyuqlikning tarkibida immun hujayralari borligi sababli bo'g'imdagi begona agentlarning ta'siridan himoya qiladi. Osteoartrozni kelib chiqish sabablari va xavf omillari haqida o'tgan galgi videolarimizda aytib o'tganmiz. Kasallikda quyidagi klinik belgilar kuzatiladi. Tizza bo'g'imida og'riq, karaxtlik, funksiyaning buzilishi, atrof mushaklarining atrofiyasi, shish va krepitatsiya. Bu kasallikda og'riqlar asosan ikki xil xarakterda bo'ladi. Mexanik og'riqlar va bemorlarda uzoq muddat tinch va dam holatdan keyin birdaniga bo'g'imga harakat berganda boshlanuvchi start xarakteridagi og'riqlar. Bu kasallikni davolashda quyidagilarga e'tibor berish kerak. Ya'ni uyda va dori-darmonsiz qilinadigan quyidagi davolash usullari mavjud. Bemorlarda hayot tarzini yaxshilash va to'g'ri ovqatlantirish, ya'ni sho'r
glikemik indeksi yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari, gazlangan mahsulotlar, polifabrikatlar, achchiq sho'r mahsulotlar, kofe mahsulotlarini iste'moldan chiqarish, zararli odatlarni cheklash, tana massa indeksini kamaytirish, ya'ni bemorlarda mavjud tana vaznini 10% dan kam bo'lmagan holatda vazn kamaytirishga erishish. Fizik mashg'ulotlar, bu mashg'ulotlar bo'g'im harakatlarini aktivlashtirishga qaratilgan. Davolovchi gimnastikalar va yurish bo'g'im atrofidagi mushaklarning tonusini oshiradi va bo'g'im yuzasiga yuklama tushishini kamaytirishga qaratilgan. Tana massa indeksi yuqori bo'lgan bemorlarda davolovchi gimnastikalar va yurish bo'g'imda mexanik og'riqlarni yuzaga keltiradi va kasallikni kuchaytirishi mumkin. Bunday bemorlarga velotrenajyorlar va akva gimnastikalar tavsiya qilinadi. Va tana massa indeksi normaga kelgandan keyin davolovchi gimnastikalar va yurishni qo'shish mumkin. Akva gimnastikalar, ya'ni suvda mashq bajarish. Suvda mashq bajarilganda bo'g'imlarga yuklama kam tushadi, bo'g'im atrofidagi mushaklarning tonusi oshadi va bo'g'imga tushayotgan yuk hajmi kamayadi. Bu usul eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Manual terapiya va massaj. Bu usullar yordamida bo'g'im atrofidagi muskul va paylarda qon bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. Ortopedik tavsiyalar: yaxshi amortizatsiyali va yuqori poshnaga ega bo'lmagan poyabzallarni kiyish, ortezlar, yarim qattiq va qattiq fiksatsion vositalarini taqish va fizioterapevtik davo muolajalari, magnit terapiya, elektroforez va fonoforez. Suyak mo'rtlashishini oldini olish maqsadida kalsiyga, vitamin D ga va kollagenga boy oziq-ovqatlarni iste'mol qilish. Sut mahsulotlari, bodring, baliq, jigar, qo'ziqorin va sabzavot mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish. Har kuniga quyosh nurida 30 minutdan kam bo'lmagan holda sayr qilish. Bu terida ultrabinafsha nurlar ta'sirida vitamin D sintezini kuchaytiradi, ichaklardan kalsiy va kollagenlarni so'rilishini jadallashtiradi. Zanjabil, ya'ni imbir ildizini iste'moli. Bu ildizni tarkibida gingerol moddasi bo'lib, bu organizmda yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatishga ega. Bu davolash usullari shifokorga bog'liq bo'lmagan davolash usullari hisoblanadi. Agar sizda bu usullar naf bermasa, yaqin hududingizdagi joylashgan travmatolog ortoped mutaxassisiga murojaat qiling. Agar sizda yana qo'shimcha ma'lumotlar yoki savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga suyaklaringizni mustahkamligi, baxtli va uzoq umr tilaymiz. Rahmat.